Shu soha bo'yicha bilimlar tobora oshyapti. Ishlaganing sari ustida o'zidan o'zi rivojlanish bo'lyapti. Rivojlanib bo'lib, kam summani shu darajada ko'paytirib tashlaydigan darajaga yetdim. Bu ustida ishlagan sari odamzod bilim oshaveradi. Qaranglar. Zavqlaninglar ko'rib. Ish degani shunaqa bo'ladi. Ana ko'ryapsizlarmi? Ancha-munchasi emas. Bilim bor, plan bor. Sabr, toqat, bu soha shunaqa. Kelsa 15-25 kirib bizga ochilmaydi. Analiz qilinadi. Order blok. Mana sizlarga tushuntirib ketaman. Mana eski order blok bo'ladi. Mana trend liniya bo'ladi. Trend liniyani buzdi. Faqat buzdi. Shu buzgan joydan kirib mana mashitda sotib olamiz. Keyingi kirish nuqtasi selga mana mashitga tushib turib order blokka tegadi eskisiga. Tekkandan keyin pastga oqadi. Ko'ryapsizlar? H1da, ya'ni 1 soatlik time frame. 1 soatlik time frame. Shu chiziqlarni bilasizlar? Bilganlar FBga. Keyin order blok FBga aylanadi. Shu mohiyatni tushungan odam buni olib ketadi. Agar tushunmasalar foydasi yo'q. Toza grafikda ishlanglar. Eski tarix degan nimalarni analizni maytni qilib turib, maytni zevk ochmanglar. Bo'lmaydi. Toza grafikda mana ko'ryapsizlarmi? Mana hech qanaqa indikator yo'q, kerak yo'q. Professional bo'lsalar hech nima kerak bo'lmaydi. Mana zonalar chizilyapti. Mana eski xotiralar. Ishlab kelinaveradi. Chiroyli qilib. Sel oqishi. Mana mashta sotib olamiz endi. Ko'ryapsizlar? Ancha-munchasiga bas bunaqa daromad olish. Qancha 10 yil umrim ketdi. Bir kunda bitta yaxshi zelka shu bilan sotamiz, shu bilan bugunga to'xtatiladi. Yetadi. Foyda qildingmi? Surding. Qalay do'stlar, yaxshimi? Sog' bo'linglar. Ustinglarni ishlanglar do'stlar. Bu pulni ichida pulni tayda olib ketasizlar. $200 bo'lsa, misol $50 riskovat qilsalar, mana 6000 bo'lib ketyapti. 6000 qanchadir bo'lib ketyapti. $50 riskovat qilib. Tasavvur qiling endi. Mana $50 dan $6268. Ashaqa ishlashni o'rganinglar do'stlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.